Если после суда разбор aka. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana hozirda Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Infamily Farm Med dorixonasiga tashrif buyurdik. Dorixonaga tashrif buyurgan chog'imizda retseptsiz dori sotilish holatlari va chek bermaslik holatlari iste'molchiga kuzatildi. Bu narsalarda bu holatlar video davomida o'zlaring to'liq ko'rishlaring mumkin. Holat bo'yicha kerakli mutasaddi tashkilotlardan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Sog'liq yaxshimi aka? Yaxshi aka. Yetinchisiz. Retsep asosida sotalar xabaringiz bor aka? Retsep asosida. Retsep asosida sotadi xabaringiz bor? Sotibsizlar sizlar. Ba'zi sotibsizlar. Aka mana shu bo'yicha hali Vazirlar Mahkamasining 185-sonli qarori bor aka. Bu boshqa do'st kelar ekan. Ha, kelami o'zi? Chek apparatlaring ishlayaptimi aka? Iste'molchilar chek bermayapsizlarmi aka?